Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi videomizda sizlarga ayol qizlarimiz uchun skidka bahada kiyimlarimizni ko'rsatib boramiz. Bugun Ashtekkan bozoridan arzon narxdagi kiyim-kechaklarimizni ko'rsatib boramiz. Videomizni ko'p sotib o'tiramiz. Bir like-larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Adreslarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, Bon tarafingiz 5 blokdan kelaverish. Bon tarafingiz Karvan Shopping 2-bakridan kelaverishda yo'l va ko'rib bilasizlar, yo'lning o'rtasidan doğrungizdagi mesta. Aytganimda mestasi. Bir yandan da sizlere skidka bahada koyup verediler. Bu an taraftan gelsen 900 teyinden gelaverishdeki yol. Menimcha adres tushunarli bo'lgan bo'lsa boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, sog'ligingiz yaxshimi? Men ishonib bakib berasiz mikrofonni. Bugun bir skidka tutay, xudo xolasa aksiyani zo'rni qo'yib berasiz. Ko'p o'g'ilda chiqmadingiz, bu bir oydan bo'ldi. Yaxshi, qo'yib beramiz. 130 so'm. Qarang, mana shunday shu yergacha 100 ming so'm saylab ketsin. Lekin bular 120-130 liklar boshi deylar. Bular 100 ming so'mdan qaysalar? 180 ham sotganman, 100 dan qo'yib beraman. 100 ming so'm, ha? 100 ming so'm shu yergacha. Mana ko'ylak ishdan katta razmer 50 mingdan qo'yib beraman. Siz obunachilaringiz. Ava. Buni 45 ming so'm, bunisi. Bular mana ular 100 so'm. Buni 130 so'm qo'yamiz. 250-200 sotilyapti. So'rab chiqishaveradi. 130 so'm qo'yamiz. Bu shimli varianti, bu kofta yubkali varianti. Bularimizni 60 mingdan qo'yib beramiz. 60 ming so'mdan, ha? Bular 85 ming sotyapman. 60 Bizdan ming aytib kelsa qaytib berasiz, ha? Yo'q, 60 dan kelib. Ha, bo'ladi yeri. Bular 80 O'zi skidka bahada aytib turibsiz, ha? Bo'ladan skidka. Bitta jaki 80 ming. Shu ko'ylaklarni o'zi 80 ming, 75 ming sotyapman. 60 mingdan qo'yib beraman. 60 ming so'm. Mana, 60 ming so'm. Mana ham ko'ylagi, ham kostyumini ham qo'yib beraman. 60 mingdan. Qo'yib beraman, buni ham qo'yib beraman. Polni bit narsami? Hamma jaketi bilan? Ham jaketi. 60 ming so'm qo'yib beraman. Shu ko'ylaklardan kiydirib qo'yganman. Zo'rishga ko'ylak deymiz. Bu tiktirsa, ya, tikuvchiga beradigan plan chiqmaydi bu. 50 ming so'm. 50 ming so'm. Mana mashqadon. Bu narsalar bular. Bular Xitoy. Ishlab chiqarishi masalan. Har xili bor. Ichida qanaqa svet kiyaman desa, mana kiyilish holi. Bu 55 ming so'm deysiz? 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming so'm. Ya. 2 metr mato puli. 50 ming so'm. Shunday keladi mana. Shu yerdan 50 mingdan olib ketaveradi. Bitta 20 ming so'mdan ham bor maslahatovarimiz. 20 ming so'm. 20 ming so'm. Mana shular 20 qo'yib. O'zi materialni puli chiqmaydi 20 ming so'm. Yo'q, 20 ming so'mdan shu yerda bor svetlar tanlab ketadi. O'sha materialni metri 20 ming so'm chiqmasa kerak deb o'ylayman. 50 ming so'mdan oladi. Bu koftalarimiz bor. Mana. Bu ham chista Xitoy mana. Svetlari dim ko'p. 50 ming. Üstü teyi 50 ming. Yo'q, 50 ming, 60 ming. Ha, aşınından ya. 110 ming so'm. Adamlar yürəkini yardım 110 ming so'mga kofta yubka qilib beramiz. 110 mingga kofta. 110 ming so'm bo'lsam shundan ham yomon emas. Mana svetlari bor koftalarimizni ko'rsatayım mana. Svetlar. Shunda bu ne koftasimiz 50 ming so'm edi. 50 mingdan mana. Teyi 60 ming so'm. Tagi 60. Bitta qarang. Mana yubkam bor 30 ming so'mdan qo'yib beraman. 30 ming so'm. Oldida shunday vaji bo'ladi. 30 ming so'mdan. 30 ming so'm. 30 ming. Agar kattarog'i kerak bizga esa mana kattalari bor. 40 mingdan qo'yamiz bular. 40 ming so'm. O'zgaroq kattarog'i. Kengroq kattaroq. Mana bu koftalarimiz sizga aytgan koftalarim 60 dan qo'yib beraman degan. 60 ming so'm. Bular 60 ming so'm. Mana chista Xitoy yubkalari 60 ming so'mdan qo'yamiz. Mana svetlari bor. Oqa deydimi, pushti deydimi mana. 60 mingdan qo'yamiz. Uzuniga kiradi. Bo'yiga. Arkanızda kelan chiqadi. Bunday qilib kofta yubka ham qilib beramiz. 30 mingga koftasi. Mana shu koftani svetlari ana. Olinglar 30 ming so'm. 30 ming koftasi, 20 ming yubkasi. 20 ming so'm yubkasi. 50 mingga kofta yubka qilib beraman. Mana ko'rsating. Mana shuni ko'rsating, hammasini 30 mingdan saylab oladi. Hammasi 30 dan. Mana bu yerda bor, svetlari bor mana 30 minglik koftalarimiz. Xohlasin futbolkali. Qaysini ashitda bor opajonim mana. Shular 30 ming. Bularni 30 dan beramiz. 30 dan beraveramiz. Lekin kiysa kiygidek va shunaqa nima emas. 65 ming, 60 ming. Yo'q. Bitta dazmolda uradi, o'ti qiladi, shu bilan bo'ldi. Razmerlari bormi? Razmer standart. 30 ming so'm. Matta shu futbolkalarimizni mana shu futbolkalarimizni 25 dan sotyapmiz. O'rnisi 40 so'm, yonidagi 30 so'm. 25 dan berdi. 25 dan beramiz. Siz obunachilar so'rab kelsa 20 mingdan beramiz. 20 dan. Mana. Mana 20 mingdan mana yubkalar. Tilab olasan ber. 30 ga bermaysan amına? Yo'q. 20 ming so'm. 20 ming so'm mana svetlari bor.
Qanaqa svetdan kiyaman desa mana. Materialni pul chiqadi bu 20 20 ming so'm. Shu kelalarni qarang, shu yergacha 100 so'm qo'yib berganman. 100 ming so'm. 100 ming so'm. Birazini gösterib bering qani. Uzun ko'ylak ekanmi? İshtoni bilan. Tey bilanmi? Materiali bermandi. Bunday ko'ylagim bor, mana. Ava. Bular 50 sotyapman. 50 ming so'm. Uy Ana ichida shu giyingan. uchmushlarda 40 dan beraman. Mana pastda bormi? Buni 45 ga beraman ishtoni bilan. Oldi zamonlikda 45 dan beraman. Mana ularni 40 mingdan beraman. So'rab kelaveradi. 40 ming so'mdan qo'yib 40 beraman ming ishtoni. so'm. 40 ming so'mdan bular qo'yib beraman. Muskoy futbolchilar bormi bu yerda? Yo'q, bu yerda hozir ochamiz, yubka bor. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan yubkalar bor. 10 ming so'mdan yubka yo'q lekin yesirda. Assalomu alaykum, keldi. 10 ming so'mdan svetlari bor. 10 ming so'mdan. Keyin hozir yangilayman, mana uni ko'ylagimiz bitta har xili bor. Bularda 30 ming so'mdan qo'yib beraman. Svetlari bor mana, 30 ming. Shuni turish 30 ming so'mga berib Mana 30 mingga beramiz. Yana. Svetlari bor. Ko'k deydimi, qizil deydimi, svetlar dim ko'p. Mana hozir ochaman buni. Hali jamiyan narsalar ham bor. Bor. Endi bugun yana yangiliklar keladi. Mana 30 ming so'mlik ko'ylaklarimiz. Kelaveradi 30 ming so'mdan. Shu yerda. 30 ming 10 minglik narsa shu yerda bo'ladi. Keyin bunda futbolchilar bor ekan, Muskoy. Bularcha so'm. Qarang, ular Xitoydiki. O'zi sanog'i oz qolgan 35 mingdan qo'yib beraman. 30 dan bering, durmasin. Yo'q, 30 dan to'g'ri kelmaydi. 35 bo'ladi, qarang. 35 mingdan oxirgi bahosini beraman. Bular chista Xitoy erkaklar. Uzuni-yu kaltasi kelsa 35 mingdan beraman. 35 dan. 50 ming, 60 ming sotyapti. Endi ko'pchilik endi adres tushuntirdim, men shundan ekran ostida nomer qo'yalib, nomerdan aytib bering. Bu 20lik 20lik, ha? 023 023 0590. 0590. Ekran ostida nomerlarni qoldiramiz. Endi dum adres tushunmasanglar telefon kelaverasiz. Lekin qo'ldan tushuntirib o'tdim adres. 40 mingga beraman. Har kun ishlaysizlarmi? Birinchi kun ham bormi? Yo'q, birinchi kuni nariyoqqa shoppinglarga chiqamiz, qolgan har kuni kelishaveradi. Birinchi kundan boshqa har kun borsiz. Ha, har kuni kelaveradi. Bir bo'laklarni bosib, yaqin tanishlaringizga yorib qo'ying.